Eshikni yop. Bu kimligini bilmayman, lekin bu aniq Guljon emas. Klaviaturang buziladi. Nima qilyapsan? U yumushi. Qani? Men Chaynulning iqtiboslarini yig'yapman. Men u haqida ma'lumotlar bazasini yaratyapman. Ma'lumotlar bazasini yaratish qiyin axir. Charchamadingmi? Mening quloqlarim erib ketyapti, chunki uning har bir siz quloqlarini eritadi. Mana eshitib ko'r. Salom, men Asrodan Chaynul. Oxirgi marta sening uyingda akangning ovozini eshitganim Chaynulning ovoziga juda o'xshardi. Qo'ysangchi, akamning ovozi juda yoqimsiz. Voy, sen mohir qo'l ekansan. Men umuman bunaqa chiza olmayman. Haqiqiy muxlisning qila olmaydigan ishi yo'q. Men hatto Inulning Photoshop suratlarini olish uchun litsenziya oldim. Sen o'qishda qattiq ishlashing kerak. Uning qo'lidan kelmaydigan ishning o'zi yo'q. Bu Dokimi? Har bir juftlik o'yin qoidalarini biladi, to'g'rimi? Ha, to'pga o'g'il bolalar tegsa hech narsa bo'lmaydi, lekin qiz bolalar tegsa juftlikdan chiqib ketadi. Oxirgi o'rinni egallagan jamoa avvalni oladi. Tushundingizmi? Birga juftlashamiz. Gulki va Jixun hamkorlar. Men nega aynan u bilan? Men bu o'yinni yaxshi bilmayman-ku. Jixun, bu o'yinni yaxshi bilmayman. Oldindan uzr so'rayman, ertaroq chiqib ketishimiz mumkin. Orqamda tur. To'p tegmasligi uchun ko'zingni ochishing kerak. Nima qilyapsan? Kechirasan. Faqat orqamda tur. Oxirgi ikki juftlik qoldi. Gulki, Jixun uchun xafa bo'lmaysanmi? Qanaqasiga bitta to'pni chetlab o'ta olmaysan? Jixun zaiflashib qoldi. Jim bo'l, o'yinni og'zing bilan o'ynaysanmi? Dokki, olg'a. Xugi, buni bir marta tutib qol. Xugi. Gulki, bu mening sovg'am. Shuning uchun ovqatlan. Bularni hammasini yegandan keyin yana buyurtma beraman. Birinchi marta hushimdan ketishim. Bilasanmi, hali ham boshim og'riyapti. Kechirim so'radim-ku. Men Jixun sen to'sib qo'yadi deb o'ylagandim. Yuzing bilan to'pni to'sishini qayerdan bilibman? Jixun bilan orangizda nimadir bormi? Nima? Sen hushingdan ketganingda ustoz seni olib ketmoqchi edi. Lekin uning o'rniga seni Jixun olib ketdi. Jixunmi? Balki Jixun seni yoqtirar. Nima deyapsan? To'g'ri, bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Lekin ichki tuyg'uyim shuni aytayapti. Sen aqldan ozganga o'xshasan, lekin jiddiy gapirasan. Kechirasiz, bizga yana... Hoy, Jixun shu yerda. Nega u menga tikilib qoldi? O'rozdan ham meni yoqtiradimi? Hoy, boshingni chetga ol, men menga ko'rmoqchiman. Ha, albatta. Hoy, yuring boraylik. Hozirgi bolalar juda qo'rqinchli. Nima haqida gapiryapsan? Ularning yoshi bolalarim bilan teng. Hoy, u yoqqa bormang. Hoy, nima qilyapsiz? O'g'irlik qilish yomon, bilmaysizlarmi? Hoy, bu chol nima deyapti? Bu yerdan yaxshilikcha keting. Sizlar yaxshilikcha to'xtang. Qani yur, men seni uyingga olib boraman. Hoy, menga tegma, yo'qol. Bolalar, bunday qilmang. Bu ish yomon, unday qilmang.
Qani unutyap, u. Biz aytganda ketishing kerak edi. Hoy senlar, kattalarga shunaqa munosabatda bo'ladimi? Yaxshimisiz? O'rningizdan turing, yaxshimisiz? 정말 죄송합니다. 괜찮으세요? 세상에. Men ularning ustidan politsiyaga ariza bermoqchi edim, lekin ular kichkinaga o'xshashadi. Shuning uchun sizga qo'ng'iroq qildim. Uzr so'rayman. Agar ota-onangiz bilishsa, juda xafa bo'lardi. 잘 좀 부탁드립니다. Qani hammangiz orqamdan yuring. Bo'linglar. Dada. Dada. Sizga nima bo'ldi? Dadang yana shunday qildi. Lekin yuzingiz yomon ahvolda. Yo'q, men yiqilib tushdim. Bor, buni o'zing bilan olib ket. Qani ketdik. Xayrli tun.